Nurmat Imomov yana sizlar bilan. Assalomu alaykum. Navbatdagi she'rimni e'tiborlaringizga havola etaman. Tushmas edi aslo qo'lidan ketmon, bo'lmagan beparvo topganlar imkon, ertayu kech ishlab kuydirganlar jon, tomorqadan beri kelmasdi onam, jo'yaklarni tortib ekib pomidor, voy charchadim toliqdim demasdi zinhor, rostdan ham 41 joni edi bor, tomorqadan beri kelmasdi onam, topar edi doim ishning qalovin, tanlab olib eng sara navin, ekar edi tarvuz handala qovun, tomorqadan beri kelmasdi onam, gullatardi yashnatardi xonadonimiz, butun qilar edi bizning nonimiz, bezardi noz ne'mat dasturxonimiz, tomorqadan beri kelmasdi onam, qiynaldim turmushdan demasdilar dod, yetishtirar edi turfa sabzavot, zavqlanib quvonib yashar edi shod, tomorqadan beri kelmasdi onam, zahmatkash mehnatkash hokisor edi, mirishkor bog'bon sohibkor edi, mening shunday onajonim bor edi, tomorqadan beri kelmasdi onam. Nurmat Imomov, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani. Omon bo'ling, qadrli muxlis.